Self baholash va peer baholash tizimlari bor ekan. Self baholash nima? O'quvchi o'zining o'rganishini mustaqil ravishda baholaydi. Peer baholash tizimida esa o'quvchilar bir-birlarining ishlarini baholaydilar. Demak, buning afzalliklari, ijobiy taraflari bor. Demak, mas'uliyatni oshiradi, tanqidiy fikrlash va refleksiya ko'nikmalarini rivojlantiradi ekan. Demak, self baholash o'quvchini o'zini baholashi, peer baholash esa o'quvchilarni bir-birini ishlarini baholaydilar. Qani bunga qanday misollar keltirsak bo'ladi, hurmatli ustozlar? Self baholashda self inglizcha so'zlardan bo'lib, self o'zini o'zi bilgani, ya'ni o'quvchi biror misol ustida ishlagan vaqtda ishlab bo'lgandan keyin o'zini bilimini, o'zini ko'rikmasdan baho qo'yadi. Aynan bu self baholash bo'ladi. Endi peer baholash degani, peer degani inglizcha so'zlardan bo'lib, teng degan ma'noni bildiradi va o'quvchilar bir-birini ishlagan misolini bir-biriga qo'ygan bahosi bu peer baholash hisoblanadi. Demak, biz bu jarayonlarni hozir yangi baholash tizimida, ya'ni formativ va summativ baholash jarayonlarida, loyiha ishlarida amalga oshiramiz. Keyingi slaydimizda mana kompetensiyaga asoslangan baholash, portfel baholash va adaptiv baholash tizimlari haqida ma'lumot berilgan. Bilimdan tashqari o'quvchining amaliy ko'nikmalari, muammolarni hal qilish qobiliyatlari kompetensiyaga asoslangan baholash hisoblanadi. Portfel baholashda o'quvchilarning turli faoliyatlari natijalaridan yig'ilgan ishlarning to'plami baholanadi. Bunda yutuqlar ko'rsatiladi va muddat rivojlanishi baholaydi. Adaptiv baholash tizimlarida siz sun'iy intellekt asosida har bir o'quvchiga mos baholash va o'quv materiallarini taklif qilish orqali baholanadi.